Qismalni bo'ylab tenglama bilan ifodalangan burchak tezlik harakat qilmoqda. U 20 sekundda necha marta aylanadi? Xo'sh, ikki xil usulda ishlab ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi usul. Demak, burchakli tezligimiz chiziqli o'rtada turgan bo'lsa, uni o'rtachasi bilan gaplashamiz. O'rtachasi. Boshlang'ich omega 0 plyusdan oxirgi omega 0 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Va shuni tenglaymiz. Burchak tezlik o'zini formulasi bor. 2 pi nu ni o'rniga bo'lsa n taqsim t qo'yib turib hisoblaymiz. Demak, omega 0'imiz o'zi tenglamada berilgan, ya'ni 2 boshlang'ich burchakli tezlik. Shuning uchun bu 2 radian taqsim sekundda. 20 sekunddan keyingi burchakli tezlikni hisoblashimiz kerak. Endi 2 plus 0,5 ko'paytirilgan 20. Bu 12 radian taqsim sekund bo'lyapti. Va bizga t ni 20 bergan bo'lsa, demak, uni o'rniga qo'ysak hozir 2 plus 12 taqsim 2 teng bo'lyapti 2 pi n va 20. Demak, 2 bilan bu 2 ketsa, 10 bu tomonga o'tsa 14, 14 kere 10 140. Demak, n teng bo'lyapti 140 taqsim 2 pi ga. Bu qiymat nimani beradi bizga? Taqriban 22 ni beradi. Endi ikkinchi usul. Qanday? Integral usul bu. Mana bunday formula. Xo'sh, biz buni qanday ko'rganmiz kitoblarda? Endi elementar kitoblarda bunday beriladi. Qanaqadir juda kichkina burchakka burilishda u juda kichkina vaqt davomida o'ta aniqlikda o'lchab beradigan formula, endi integral formula. Differensial tenglamadan ketamiz. Ikkala tomonni integrallab olsak, hozir phi teng bo'ladi integral ostida omega dt. Endi xo'sh, bu formulani qachon ishlatsak qulay? Misol uchun bu tenglama hozir chiziqli-da. Chiziqli ekanligidan mana bu o'rtacha burchak tezlik formulasi ishlaveradi. Chiziqliligida ishlaydi, lekin omegani misol uchun kvadratik bo'lishi mumkin, kubik bo'lishi mumkin vaqtga bog'liqligi. Shunda bu formula aniqroq chiqadi javob. Shuning uchun ikkalasini ham ko'rib ketyapmiz. Phi teng omega 0 ga formulasini qo'ysak 2 plusdan 0,5 tu dt. Bundan integral olsak 2t plusdan t kvadrat taqsim 4. Mana. Endi bunga qo'yishimiz kerak biz t teng 20 sekundda. Shunda qanchaga burilgani kelib chiqadi. Demak, phi teng 2 ko'paytirilgan 20 plus 20 ni kvadrati taqsim 4 bo'lsa, bu 140 radian kelib chiqadi. Endi o'ylaylik, 140 radianga burilgan bo'lsa, 20 sekundda necha marta aylanadi desa, bitta aylanishimiz 2 pi, ya'ni 360 gradusga teng, to'g'rimi? Bitta aylana. Demak, 2 pi ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. 140 ni bo'lamiz 2 pi ga. Shunda ham baribir o'sha qiymat kelib chiqaveradi. Demak, javobimiz D. Prujinaga osilgan yuk garmonik tebranadi. Shu yuk xuddi shunday, lekin 4 marta uzun prujinaga osilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi? Xo'sh. Demak, davrni formulasini yozib olsak, 2 pi taqsim m taqsim k. Shu yuk deyilgan, demak, massa o'zgarmas. Tashlab yuboramiz. 2 pi o'zgarmas son, demak, hozir davr proporsional 1 taqsim ildiz ostida k degan qiymatga. Endi k ni o'zi qanaqa holatda hozir? s taqsim L0 degan formulaga teng bo'lsa, formulasi shunaqa bo'lsa, 4 marta uzun prujinaga osilsa debdi. Demak, uzunlik
4 marta oshsa, bikirlik 4 marta kamayadi. Chunki bir-biriga teskari proporsional. Demak, ikkinchi holatda bizda quyidagicha bo'lib qolyapti. 1 taqsim ildiz ostida uzunlik 4 marta uzaydi. Demak, bikirlik 4 marta kamaydi. K taqsim 4 bo'lsa, bundan ildiz olsak, 4 dan ildiz 2 chiqib, tepaga chiqib ketsa, demak, mana bunday qiymat. 2 marta ortar ekan. 25-misol. Zichligi shuncha bo'lgan plastmassa bo'lagi suvda qanday tezlanish bilan pastga tushadi? Qarshilik kuchini hisobga olmang. Demak, mana bu kub bo'lib qolibdi. Bizda shu kvadrat bo'lishi kerak. Endi ketdik. Mana bitta ixtiyoriy jism M massali. Uni pastga yo'nalgan mg og'irlik kuchi bor. Yuqoriga suvda bo'lganligi uchun arximedik kuch ta'sir qilsa. Endi savolda aytyapti, suvda qanday tezlanish bilan pastga tushadi? Demak, tezlanish yo'nalishi pastga bo'lsa, uni inersiya kuchi emasi yuqoriga bo'ladi, ya'ni a ga qarama-qarshi. Xo'sh, demak, F arximed bilan ema kuchi bir tomonga, ularni qo'shyapman va tenglayapmiz mg ga. Arximed kuchining formulasi rho suyuqlik, endi bu cho'kib turgan jism to'liq botadi. V jism va J plyusdan emanigini yoysak, rho jism va a teng mg ni yoysak, rho jism va jism J. Hammasida vlar bor, bir xil. Qisqartirib ketsa, demak, bizdan a ni so'ragan. A ni topmoqchi bo'lsam, a teng bo'ladi rho minusdan rho suyuqlik taqsim rho ko'paytirilgan j ga. Demak, rhoimiz 2500 ayrilgan suvda deyilgan. Demak, unga 1000 da ayirishim kerak. Mahrajda yana 2500 bor. Ko'paytirilgan j ning qiymati 10. Demak, ikkitadan nollari har birida qisqarib ketsa, 25 dan 10 da ayirsak 15, ko'paytirilgan 10 taqsim 25. Demak, bu bilan qisqarsa, bunda 3 ta qoladi, bunda 5 ta, bu bilan bu qisqarsa 2 ta qolsa, demak, qiymati 6. Mana javobda turibdi. 27-misol. Bu misolda Milliy sertifikat kitobida ham ishladik. Javobi 113.4. Xo'sh, 27 ni ishlasak bo'lar ekan. Kemaning 3 ta dvigateli bor. Demak, endi chizib olaylik. Mana qanaqadir bitta kema. Kemaning 3 ta dvigateli bor ekan. Demak, birinchi dvigatel 6 beradi deyapti. Xo'sh, bu unga V1 tezlik beradi. Ikkinchisi bitta o'zi ishlasa V2 tezlik bersa. Uchinchisi bitta o'zi ishlasa V3 tezlik beradi. Endi qayerda yonmachasidan ham chizib olamiz, bizga kerak bo'ladi hozir. Uchala dvigatel kemaga 7 tezlik bera olsa, uchinchi dvigatel kemaga qanday maksimal tezlik beradi deyapti. Suvning harakatiga qarshilik kuchi tezlikka proporsional. Demak, kemada oldiga F tortish kuchi paydo bo'lsa, harakatga qarshilik qiladigan F qarshilik kuchi paydo bo'ladi. Demak, tekis harakat qilayotib turganligi uchun ikkalasi teng bo'lib qoladi. Demak, F tortish kuchi F qarshilik kuchiga teng. Va qarshilik kuchini tezlikka proporsional degani uchun KV sifatida olamiz. Xo'sh, quvvat N teng F tortish kuchini ko'paytirishim kerak jism tezligiga. Endi bundan F tortish kuchi qarshilikka teng, demak F qarshilik ko'paytirilgan V qilsak bo'ladi. F qarshilik KV ga tengligi uchun quvvat formulasi KV ko'paytirilgan V bo'lib, KV kvadrat bo'lib ketdi.
uchalasi birdaniga ishlasa, ularni quvvatlari qo'shiladi. Mana, demak, k v1 kvadrat plyusdan k v2 kvadrat plyusdan k v3 kvadrat teng k v umumiy kvadrat. Qashlik kayfiyat hammasida bir xil, chunki bitta suvda ketyapti hammasi. Demak, formulamiz v1 kvadrat plyusdan v2 kvadrat plyusdan v3 kvadrat teng bo'lar ekan v umumiyni kvadratiga. Demak, 6 kvadrati plyus 3 kvadrati plyus x kvadrat teng bo'lyapti 7 kvadratiga. 36 plyusdan 9 plyusdan x kvadrat teng 49. Demak, bu yerdan x kvadrat teng 4 bo'ladi, x teng 2. Bunaqa javobimiz bor. C javobda turibdi. 28-misolda ham ishlovdik-a. Milliy sertifikat kitobida ishlovdik statika bo'limida. 28da ham javobi B. 29. Massalari 6 va 4 kilogramm bo'lgan ip bilan bog'langan ikki jism gorizontal sirtda yotibdi. Birinchi jismga gorizont bilan alfa burchagi hosil qiluvchi 50 newton kuch qo'yildi. Agar ishqalanish kayfiyati 0,5 va tangens alfa 0,75 bo'lsa, ipning taranak kuchini toping debdi. Demak, mana ikkita jism. Mana ular tekislikda. Tekislikda bo'lishsa, birinchi jismga gorizont bilan alfa burchak hosil qiluvchi degan narsa ketgan. Mana gorizont. Demak, bunga alfa burchagi ostida yo'nalgan F kuch ta'sir qilyapti. Mana. Bu M1 jism, bu M2 jism. Demak, xo'sh. Ishqalanish koeffitsiyenti bor ekan. Ketdik-a unda birinchi hal qilgan narsamiz. Xo'sh, yuqoriga normal reaksiya kuchi bor. Bunda ham yuqoriga normal reaksiya kuchi bor. Bu N1, bu N2. Harakatga qarshilik kuchi, ishqalanish kuchi, demak harakatga qarshi kuchi orqaga yo'nalgan bo'ladi, chunki jismlar oldiga harakat qilishi mumkin. F1 kuch va orqaga yo'nalgan F2 kuch haqida gap ketyapti. Endi F kuchni proyeksiyalasak, yuqoriga Fy qiymati bor va chap tomonga Fx qiymati bor. Fyimiz F sinus alfaga teng. Fximiz bo'lsa F kosinus alfaga teng. Endi biz F kosinus alfani qiymatini topib turib, F1 bilan F2 harakatga qarshilik qilyapti-ku. Ularni yig'indisiga nisbatan taqqoslab ko'ramiz. Agar Fx qiymati ularni yig'indisiga teng bo'lib qolsa, tekis harakat qilishadi. Kichkina bo'lib qolsa, qo'zg'atilmay qoladi. Agar Fx qiymati ularni yig'indisidan katta bo'lib ketsa, ularga tezlanish berib yuboradi. Demak, Fx qiymatini topamiz birinchi. Demak, ketdik. F ni qiymati 50 newton, kosinus 0,75 bo'lsa, demak tangens alfani qiymatini hal qilib qo'yaylik. Demak, tangens alfa 3/4 ga teng bo'lsa, bu degani sinus alfamiz 3/5 ga teng, kosinus alfamiz 4/5 ga teng degani. Demak, kosinus alfamiz 4/5 ekan. Bundan 40 newtonni tortishga sarflanyapti. Endi F1 kuch topamiz. Bunda birinchi jismda ishqalanish kuchi qanday bo'ladi? Ishqalanish kuchini formulasi eslangdan chiqmagan bo'lsa, mu n ga teng. Demak, normallar topamiz birinchi. Birinchi jismda normalni qanday topamiz dek? Normal plyusdan Fy teng bo'lyapti M1G ga. Ya'ni jismlarda pastga yo'nalgan og'irlik kuchlariga teng.
M1J, bunda esa pastga yo'nalgan M2J. Xo'sh, ikkinchi jismda bo'lsa N2 teng bo'lyapti M2J ga. Demak, bu yerdan N1 ni topib olsak, M1J dan ayryapmiz Fy ni. Demak, ketdi M2 miz 4 kilogramm, J ni ko'paytirsa 40 newton ekan N2. Xo'sh, N1 ni qiymati M1 imiz 6 ko'paytirilgan 10 ayrilgan F imiz 50 y sinus alfamiz 3 taqsim 5. Demak, bundan 60 ayrilgan 5 bilan 5 qisqarib 30 qolyapti va ayirmasi 30 newton ekan. Endi ishqalanish kuchlarining formulalari qiymatlari qanaqa bo'ladi? F1 ishqalanishimiz 0,5 ko'paytirilgan N1 imiz 30, bu degani 15 newton degani. F2 imiz bo'lsa 0,5 ko'paytirilgan 40 bo'lib turib 20 newton. Mana demak, boshqatdan chizsak hozir Fx oldiga 40 newton bo'lyapti. Ishqalanishlar orqaga 15 newton va 20 newton bo'lyapti. Demak, 40 newton ularda yig'indisidan katta, chunki bu ikkalasining yig'indisi 35 newtonni beryapti. Demak, mana F kuch hozir ikkala jismga tezlanish beryapti. Bu degani jismlar oldiga A tezlanish oladi degani. Ikkalasi ham oldiga A tezlanish olsa, orqaga inersiya kuchi, ya'ni M1A plyusdan M2A paydo bo'ladi. Demak, natijaviy kuchimiz mana bu yerda nimaga teng bo'lyapti? Natijaviy kuchimiz xo'sh, 40 dan 35 ta ayirmasi 5 newtonga teng. Va Newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha F natijaviyni bo'lishim kerak massalarga. Endi bu yerda ikkalasi inersiyaviy kuch orqaga yo'nalgani uchun ularni massalar yig'indisiga bo'lamiz. Demak, natijaviy kuchimiz 5, massalar yig'indisi 10 bo'lsa, ular tezlanish olyapti ekan 0,5 metr taqsim sekund kvadrat bilan. Endi e'tibor bergan bo'lsak, mana ip orqadagi jismni oldiga tortyapti. Demak, oldiga tarangli kuchi bor. M2A inersiya kuchi orqaga va F2 chiqarish orqaga bo'lsa, demak, taranglik kuchini qiymatini qana topamiz? Taranglik kuchi teng bo'ladi. Mana qo'yar ekanmiz. Taranglik kuchi teng bo'ladi. Xo'sh, nimaga? M2A plyusdan F2 ga. M2 miz 4, A ni qiymati 0,5 plyusdan F2 ni qiymati chiqqanida 20. Demak, 4 ga 0,5 2 bo'lsa, unga 20 ni qo'shyapmiz va qiymat 22 newton ekan. Bizda D javobda turibdi u qiymat. Potensial energiya qanday hisoblanadi? B javob. Yassi bir jinsli muz parchasi suvga to'liq botib ketishi uchun uning ustiga qo'yiladigan yukning minimal massasini aniqlang. Muz parchasi yuzasi 1 metr kvadrat, qalinligi 20 santimetr, zichligi shuncha ekan. Xo'sh, minimal massasi demak. Jism chizib olaylik mana. V hajmli muz ustida endi qanaqadir bitta jismning massasi so'ralyapti. Teoriya. Demak, ikkalasini umumiy og'irlik kuchi pastga bo'ladi. Ya'ni V rho muz plyusdan M massani J ga ko'paytmasi pastga yo'nalgan og'irlik kuchi jami. Yuqoriga bo'lsa, F arximet kuchi. Suzish sharti bo'yicha ikkalasi birga teng bo'lishi kerak. Demak, F arximet kuchi rho suyuqlik V J teng bo'lyapti. V rho muz
J plyusdan mj. Hamma jlar baribir qisqarib ketadi. Demak, va bizda mana buni topalaylik. V hajmimiz 0,2 metr ko'paytirilgan 1 bo'lib, bu 0,2 metr kubga teng. Endi Romus V ni bir tomonga olib o'tsak, M massani formulasi kelib chiqadi shunda. V chiqib ketsa, rho suyuqlikdan ayirishimiz kerak Romusni. Demak, V'imiz 0,2, rho suvimiz 1000 ayrilgan 900. Hisoblasak 0,2 ko'paytirilgan 100 bo'ladi. Buni qiymati 20 kilogramm ekan. Bizda unaqa javob bor. Ikkita matematik magnitning biri 40 marta tebranganda, ikkinchisi 20 marta tebrandi. Ikkinchi magnitning uzunligi birinchisining uzunligidan necha marta katta? Demak, magnitlik davrini formulasida endi. Demak, matematik magnitlik davrini formulasi 2pi taqsim ildiz ostida L taqsim J. Endi davrni biz nima qilamiz? N adashib ketibmiz. T taqsim N davr. 2pi ildiz ostida L taqsim J. Ikkalasi uchun bir xil narsalar bor. Bular J'lar bir xil, 2pi'lar bir xil va vaqtlar ham bir xil. Bir vaqt o'zida bo'lyapti. Demak, N'ni ildiz ostida L tomon ko'paytirsak, N ko'paytirilgan ildiz ostida L konstanta bo'lib qolyapti hozir. Bundan quyidagicha foydalanamiz. Demak, N1 ildiz ostida L1 teng bo'lishi kerak N2 ildiz ostida L2. Demak, N1 taqsim N2 teng bo'lishi kerak L2 taqsim L1. Faqat nimasi? Ildiz ostidagisiga. Demak, bizdan L2 taqsim L1 so'ralyapti. Demak, N1imiz 40, N2imiz 20. Ularni kvadrat bo'lib qoladi ildiz tomonga o'tib. Demak, 40 dagi 20 bo'lsa 2, 2 ning kvadrati 4. Demak, 4 marta uzun ekan. Demak, javob D.